Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib borayotgan yurtdoshlar. Bugun 23-oktyabr sanasi bilan ishlab chiqarish korxonamizdan video qilyapmiz. Bizning manzilimiz Jizzax viloyati G'allarol tumani Ko'kkumbazda joylashgan. Telefon nomerlari ekranda qoladi. Bemalol murojaat qilib, sifatli pena bloklarni bizdan xarid qilishlaringiz mumkin. Kerakli, yetarli miqdorda qurigan va sifatli pena bloklarimiz bor. Dastavka xizmatlarimiz ham bor. Demak, transportlar shay holatda turibdi. Demak, pena bloklarimizni razmeri 20, 30, 60 ni tashkil qiladi. Hop, bizda ikki xil variantda ishlab chiqarilyapti. Hozirgi kunda ikki xil variantimiz ham juda ham sifatlari a'lo darajada ishlab chiqarilyapti. Demak, bu yerda 12 ming so'mdan ushbu pena bloklarimiz hisoblanadi. Razmeri 20, 30, 60 ni tashkil qiladi. Qurigan tayyorlari bor. Nechta dona kerak bo'lsa, hammasidan yetkazib beramiz. Dastavka xizmatlari 10 km masofada, demak, o'sha 12 ming so'm aytilgan narx ichida bo'ladi. Uzoqroq joylarga ozgina qo'shilib qolishi mumkin, kelishiladi. Demak, bu yerda esa 11 ming so'mdan pena bloklarimiz quyilyapti. 11 ming so'mlik hisoblanadi. Bunda ham dastavkalari xuddi shunday bo'ladi. Nima uchun bu 11 ming, nima uchun 12 ming? Demak, sababi bunda 1000 so'mlik mahsulot kamroq qo'shiladi. O'shaning uchun 11 ming so'mdan. Lekin buni sifati ham juda ham yaxshi, a'lo darajada bo'ladi. Qattiqliklari juda ham zo'r, yaxshi holatda bo'ladi. Tumbali, latokli, perigorotkali blok so'raganlar uchun ham ushbu bloklarimizdan bor. Demak, latokli bloklarimiz bu yerda hammasi qurigan, tayyor holatda. Perigorotkali bloklarimiz bor. Bu yerda tumbali bloklarimiz quyilyapti. Bu yerda esa qurigan holatlarida bor. Qurigan pena bloklarimiz. Tumbali pena bloklarimiz bor. Beton quyish uchun, sesma quyish uchun kerakli miqdorda zapas qilingan. Bizda har doim 10 ming, 15 ming dona qurigan pena blok zapasda tayyor holatda bo'ladi. Sifatlari a'lo darajada bo'ladi. Bemalol kelib ko'rib, o'z ko'zingiz bilan ko'rib, ishonch hosil qilib xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari pena lombaz, pena pol quyish xizmatlarimiz bor. Noldan uy qurayotganlar yurtdoshlarimiz bo'lsa, agar hali fundament qilinmagan bo'lsa, arxitektura xizmatlarimiz bor. Bemalol murojaat qilib, shunday sifatli xizmatlar bilan foydalanishingiz mumkin, mahsulotlarni xarid qilishingiz mumkin. Demak, bu yerda ishlab chiqarish jarayonidan ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda kompressorlarimiz ishlab turibdi. Demak, suv solingan qopda, demak, tayyor qilib olingan qopning ustiga, demak, gips qopini ustiga sement solib olganmiz. Tayyor holatda solinadi. Nimadan tayyorlanadi degan yurtdoshlarimiz bo'lsa, agar xabar bo'lmagan yurtdoshlarimiz bo'lsa, demak, buning tarkibi gips, sement va pena qo'shiladi.
shunday tarzda quyib davom etaveradi. Yo'li уже qotgan penobloklar уже yechib olish jarayonida yechib olinyapti bemalol. Tayyor penobloklar. Demak, penoblok ishlab chiqarish jarayoni edi. Uyingizni xohlagan mahsulotdan qurishingiz mumkin. Loy g'isht, pishgan g'isht, xom g'isht, shlaka blokdan qurishingiz mumkin. Lekin eng hamyonbop narxda yashash uchun qulay va komfort sharoitni faqatgina penoblok bilan qura olishingiz mumkin. Penoblok sizga demak eng hamyonbop narxda uyning yashash holatini qulay va komfort holatda olib kelishingiz uchun yordam beradi. Eng sifatli penobloklarni esa bizdan xarid qilishlaringiz mumkin. Demak, telefon nomerlari ekranda qoladi. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumani, Ko'k Gumbazda joylashgan.